Tungi soat 3 da xonadon eshigini tashqaridan kimdir ochmoqchi bo'ladi. Xonadon egasi shovqindan uyg'onib ketadi. Yaxshiyamki xonadon egasi uy eshigini yotishdan oldin ichkaridan qulflab qo'ygan. Agar xonadon eshigi qulflanmaganida nimalar sodir bo'lishi mumkinligini tasavvur qilish qiyin emas. Tungi paytda uxlash oldidan xonadon eshigi va derazalarni mahkam qulflanganligiga alohida e'tibor bering. Ikkinchi videoda esa xonadon tashqarisida derazani oldida begona odam turibdi. Uni maqsadi yomon va u tashqaridan, ya'ni derazadan uyning ichkarisini poylamoqchi. Begona odam uyga yaqinlashganini xonadon egasi sezmagan, chunki u uxlab qolgan, ammo ovcharka begona odam uyga yaqinlashganini sezgan va bezovta bo'lib ovoz chiqarishni boshlagan. Ovcharkaning xatti-harakatiga e'tibor bering, u begona odamni diqqat bilan poylamoqda. Ovcharka tungi posbon hisoblanadi. Siz uxlayotgan paytingizda u sizni uyingizni himoya qiladi. Itlarning hushyorligiga befarq bo'lmang. Ular so'zsiz gapirishadi. Ularning hushyorligi ko'plab odamlarning hayotini saqlab qolishgan. Ovcharka qorong'ilikka qaraganda u shunchaki jim qaramaydi, u tahlil qiladi va xavfni baholaydi. U uy bilan tashqaridagi xavf o'rtasidagi yagona posbon hisoblanadi. Uni aldash, sotib olish va qo'rqitish aslo mumkin emas. Bir narsani unutmang, agarda it bezovta bo'ladigan bo'lsa, bu bejizga emas. Biz eshitmasligimiz va ko'rmasligimiz mumkin, lekin u hamma narsani sezadi va eshitadi. Germaniyada tungi paytda uy egasi qattiq uxlab qolgan paytda uyning atrofida qora niqob kiyib yurgan begona erkak kishini payqaydi. Qora niqob kiymoqchi bo'lgan erkak kishi devordan oshib uyga kirmoqchi bo'ladi, ammo it hujumga o'tadi va ko'tarilgan shovqindan xonadon egasi uyg'onadi va politsiya xodimlarini chaqiradi. Amerikada esa tungi paytda ovcharka g'alati ovozni eshitadi va yugurib borib bolalar xonasiga kiradi va u yerda derazadan oshib kirgan o'g'rini ko'radi. Ovcharka bolalarni begona shaxsdan himoya qilishga o'tadi va katta shovqin ko'tariladi. Qo'shnilar shovqinni eshitib politsiyani chaqiradi. Yetib kelgan politsiya xodimlari shubhali shaxsni qo'lga tutishadi va keyinchalik ovcharkaga qahramon unvonini berishadi. Ovcharka sizning uyingizni faqatgina tishlari bilan emas, balki sadoqati va diqqati bilan himoya qiladi.